Tahorat olishga yangi model rakovinamiz kelibdi. O'zini komplekt stuli bilan o'tirib olib tahorat olinadi ekan. Yerdan ozgina ko'tarilib turadi. Chachiramaslik uchun bo'lsa kerak. Mana shu holatda o'tirilsa. Bundan nechta qol? Aka? Ha, endi unda. Nechta? Mana shu holatda o'tirib, oyoqni bu yerga qo'yib olinadi ekanda, tahorat olinadi. Smesitillari ajoyib, bizga tushunib olish qiyin bo'layapti. Bunisini oyoq bilan bosib qo'yib, yuvsa ham bo'laveradi ekan. Oyoq bilan bosib qo'yib, ichiga oyoq solib, menimcha vanna qilsa ham bo'ladi, bu yerga olib yuvsa ham bo'laveradi. Shunaqa holat. Mana shu holatda ekan. Demak, mana uning ichida suv chiqadigan nimasi bor. Hozir yopib turibdi, chunki mana orqasida suv kirdi chiqdilari. Mana shu holatda ekan mana. Ajoyib ishlab chiqarilibdi. Tahorat olishga yangi model rakovinamiz kelibdi. O'zini komplekt stuli bilan o'tirib olib tahorat olinadi ekan. Yerdan ozgina ko'tarilib turadi. Chachiramaslik uchun bo'lsa kerak. Mana shu holatda o'tirilsa. Bundan nechta qol? Aka? Ha, endi unda. Nechta? Mana shu holatda o'tirib, oyoqni bu yerga qo'yib olinadi ekanda, tahorat olinadi. Smesitillari ajoyib, bizga tushunib olish qiyin bo'layapti. Bunisini oyoq bilan bosib qo'yib, yuvsa ham bo'laveradi ekan. Oyoq bilan bosib qo'yib, ichiga oyoq solib, menimcha vanna qilsa ham bo'ladi, bu yerga olib yuvsa ham bo'laveradi. Shunaqa holat. Mana shu holatda ekan. Demak, mana uning ichida suv chiqadigan nimasi bor. Hozir yopib turibdi, chunki mana